arzon bo'lishini xohlayapti, lekin u texnik jihatidan u xato yig'ilyapti u eshik. Uzoq yil xizmat qilib bermaydi. U domni olgan odam ertaga domiga qo'yib beradi, sotadi, ketadi. U domni olgan odam nima degan gap? Qaysi fabrika chiqarganligini mayli bilmasligi mumkin, lekin zarar. Biz o'shancha qilib bermadik unday. Qilib bermayapmiz. Bunaqa juda ham ko'p tushyapti. 70 ta, 80 ta, 100 ta deganlar juda ham ko'p. 100 ta qilib bering, 150 ta qilib bering, arzon narxi mana bunaqa bo'lsin, MDF mana bunaqa bo'lsin deb aytayapti-da. Qilib bermayapmiz. Nima uchun? Texnik jihatdan umuman xato. Captiva'niga Matiz balonni qo'yib bering deyapti-da. Men Captiva'ni sotib bo'lganman aka deyapti-da. Captiva'ni sotib bo'lganman. Ya'ni uyda remonti bilan deb reklama qilingan, sotib bo'lgan u. Endi kelyapti-da, eshikda menga mana bunaqa eshik yasab ber deyapti. U Captiva'ni sotib bo'lgan. Endi deyapti, shu Captiva amallab topshirib olish kerak-da. Menga Matiz balonni qo'yib ber amallab deyapti-da. Biz tabiiyki uni bilib o'tiribmiz. Orqasida nima o'tirib. Shuning uchun mayli kimlardir qilib beraversa, biz olmadik unaqa narsa. Va o'sha texnik jihatidan tashqari narsalarni yasamaymiz biz. Texnik jihatidan o'sha eshik o'zining vazniga nisbatan